Kunda sahar kasalligi ajoyib davo bo'luvchi, insonlarda ko'plab uchraydigan hozirgi kunda sahar kasalligining ajoyib davosi rivoj ildizi bo'ladi azizlar. Rivoj ildizi inson organizmida sahar miqdorini normallashtirishga hamda inson organizmidagi saharni me'yorda ishlab turishga hozirgi kundagi eng yaxshi giyohlardan biri rivoj ildizi hisoblanadi azizlar. Rivoj ildizi undan tashqari juda ham qonni suyultirishda va qondagi har xil infeksiyalarni tozalashda va qonni suyultirishda nomer 1 giyohlar sirasiga kiradi azizlar. Sahar kasalligiga juda zo'r ta'siri bor. Rezultat bomba. Hozir ichgan mijozlarimiz sahri 20-22 sahrlarni 4 gacha tushirib foyda qilmoqda. Asosan bu birinchi, ikkinchi tip sahar kasalligiga juda ajoyib zo'r davo bo'luvchi rivoj ildizi hisoblanadi azizlar. Buni ichilish tartibi juda oddiy, juda oson. Mana shunday rivoj ildizidan olib 5 ta donasini, 5-6 donasini 1 litr suvga, qaynagan suvga damlab qo'yiladi va kunda 2-3 marta 200 mg dan iste'mol qilinadi. Olingizlar, shifo Allohdan azizlar. Sahar kasalligiga nomer 1 rivoj ildizi hisoblanadi. Mana rivoj ildizi. Yo'q, asta-asta.